Xo'p, bugungi qiladigan ishimiz switchni almashtirish. OS/8 eski versiya. 3 yil bo'ldi. Kuyib qoldi. Switch sakrayverib kuydi. Nima ham qilamiz? O'rniga yangisini olib keldik. Unboxing ketdi yog'iga. Installation kit. Klaviatura va yengisi почти xuddi shundan. Один к одному, faqat versiyasi yengiroq buni. Bu adashmasam 1.0, bu 1.20 bo'lishi kerak. Yo'q, 2.30 ekan. Bu 1.0, bu 2.30 versiya, lekin model bir xil. Hop, kitoblarni o'qib turishni tavsiya qilaman, chunki ba'zi bir modellar bor. Masalan, 34 bular известный. Masalan, 5428X degan model borligidan xabarim yo'q edi. L3 bular L3. Mana bular L2 plus bo'lsa, modeli 54-seriyalar hammasi L3 seriya hisoblanadi. Xullas. Hozir tayyorlaymiz, ushkalarni o'rnatamiz va joyiga borib qo'yamiz. Hop, hozir quloqlarni qo'yamiz. Bu quloqlar shkaflarga qo'yish uchun mo'ljallangan. Nima uchun TP-Link? Men ko'pincha TP-Link ishlataman. Boshqa modellarni ham ishlatish mumkin. Narx va sifat bo'yicha aynan zolotaya seredina degandek to'g'ri kelgani uchun ko'pincha shuning uchun TP-Linkni ishlataman. Kimdir mikrotik yoki undan qimmat narsalar ishlatish mumkin, siska ishlatish mumkin, muammosi yo'q. Hamma imkoniyatidan qarab kelib chiqib ishlaydi. Menda TP-Linklar 6-7 yillab ishlayotgan obyektlarim ham bor, muammosi yo'q. Xullas, yaxshi оборудование olishni esdan chiqarmanglar. Demak, switch yoqqa qo'yamiz. Murat bo'ldik. Bitta устройство yechishdi, ikkita quyosh paneli bu yoqqa kelgan. Alohida qilib qo'yganman nimaga? Bu yerda filtr qo'yishim kerak DSP ga, chunki quyosh paneli nimagadir помех beryapti bizani setga. Buning uchun filtr qo'yamiz switch o'zidan. Yana mana bu cable management uchun narsalar olib kelishimiz kerak. Niholsa kesib, sразу qo'yib, ancha chiroyli qilib qo'yamiz. Mana bularni sal porядкaliroq qilib. Hozircha bori shu. Shu bilan ishimiz tugadi. Darvoqe ish oxirigacha tugamagan. Hozir konfiguratsiya qilamiz. Bu o'sha udalonni kompyuterdan o'tirib, pastda kompyuterdan o'tirib nastroyka qilaman. В принципе, shundan keyin eshit. Ana undan keyin 100% tugaydi. Hammaga rahmat.